Juda ham yumshoq. Ishoninglar, mazasi sizlarga yoqadi. Albatta tayyorlab ko'rishinglar kerak. Hozir yaxshilab qovuramiz u qizarishi bilan ustiga qiyma solib, qiyma bilan birga aralashtirib qovurishni boshlaymiz. Ketidan to'g'ralgan pomidor va rangli bolg'arlarimizni solamiz, ularni ham yaxshilab qovurishni boshlaymiz. Tabga ko'ra tuz va ziravorlardan foydalandim. Ularni ham yaxshilab aralashtirib, ozgina ittifoq tomatdan soldim, bitta qovurib, keyin ozgina suv solib dimlab qo'ydim. Yarim soatda pishib tayyor bo'ladi. Ungacha lavashi xamirlarini olib, to'rga buklab, chetlarini hammasini botirib oldim, qiymalarni birin-ketin solishni boshladim. Ahamiyatli bo'lamiz, xato ayni shu joyda. Chunki bu ovqatni qilganingizdan keyin tez yeyishingiz kerak. Salga bo'kib ketar. Boshida buni bitta blogerdan ko'rib, rosa hafsala bilan qildim. Mazasi menga yoqdi. Xuddi o'zimizni yupqaga o'xshaydi deya olmayman, lekin yupqadan ancha yumshoq, chunki lavash xamiri ishlatilgan. Shu ketma-ketlik davom etadi. Chetini yaxshilab botirib olasizlar, dumaloq qilib ochib, hamma qiymalarni ustiga galma-galdan quyishni boshlaysiz. Tayyor bo'lganda ustiga ozgina smetana qilib, chetlariga bo'lsa zelenlar bilan yasatasizlar. Endi xatoni to'g'irlash maqsadida o'zim uchun, aynan dieta qiladiganlar uchun eslatib o'taman, V7 ning xuddi shunaqa 100% naturalniy ichimliklari bor. Ustilari shunaqa yopiladigan qopqo'lik, mazasi o'zgacha. Menga aynan anorligi yoqdi. Sizga yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lishni unutmang.